Assalomu alaykum. Bugun sizlarga yana bir menga juda ham yaqin bo'lgan patsiyentim, kurashuvchan patsiyentim bilan tanishtirmoqchiman. Bugun Umida bilan tanishhtiraman sizlarni. Umida menga o'sha 4 yildan beri keladi. 4 yildan beri charchamaydilar, oxirigacha kurashdilar. Biz ham juda ham hozir xursandmiz, zo'r natijalar olamiz Umidadan. Umida bilan turmush o'rtog'i 8 yil farzandli bo'lish uchun harakat qilishgan, qilmagan ishlari qolmagan. Hamma narsani boshidan o'tkazganlar, uni men bilaman, Umida biladi. Endi sizlar bilan ham ozgina bo'lishmoqchimiz, sizlarga ozgina motivatsiya berish uchun. Assalomu alaykum. Biza 4 yil oldin shu dinospan haqida eshitdik, odamlarning fikrini, natijaga erishgan odamlardan eshitib, biza 4 yil oldin klinikaga keldik. Kerakli analizlarni topshirdik, yetganlarini. Topshirganimizdan keyin bo'lgan hamma narsani aytdim bularga. Yaxshi lecheniyalar oldik, davolandik. Dinospan har xil yo'l yo'riq ko'rsatishlardan oldin juda ham xushmuomala ayol ekanlar. Avvalambor odamni motivatsiyasini oshirib berar ekanlar. Ya'ni umidini uzgan odamga qayta umid bog'lab berar ekanlar-da. Nima tomonlama bo'lsa ham biz hattoki bir marta xotin oxiri eko qildirishga qaror qildik xo'jayinimlar bilan. Eko qildiramiz deb kelganimda ham yo'q, Umida shoshilmanglar, eko qildirishga har doim ulgurasizlar. Mana shu 1 oy kutaylik, davolaninglar, 1 oy tinmasdan. Agar natija bo'lsa bo'ldi, mana shu yilda natija bo'lmasa bo'ldi. Eko qilaveramiz, eko qilishga har doim ulgurasizlar deganlaridan keyin Xudo tomonidan mo'jiza bo'lib, imенно o'sha aytganingizdan keyin surpriz bo'ldi, esingizda. Homilador bo'ldi. Endi bizada boshida nima bo'ldi? O'g'lim hozir 8 yosh. Birinchi homiladorligimda men yosh bo'lganman. Endi hozir ham to'g'ri qarimasim, lekin inson yoshi o'tgan sari organizm slabiylashib boraverar ekanda baribirga ham. O'shaning uchun yosh kattalar bekor yetmas ekanda, o'sha buvijonlarimiz, onajonlarimiz aytishardi-yu, yoshlikda o'sha farzand kerakmi, yoshlikda tug'ib olish kerak deyishardi, bekorga emas ekan. Bizada shu o'g'limni tuqqanman, juda ham qiynalganman. Oradan mana vaqtlar o'tib, bu hozirgi homilam o'sha 5-si. 5-homiladorligim. Shu 3ta homilam bilan boshimdan shu og'ir kunlar, stresslar, har xil anaqalarga tushib qolganlarim, depressiyalarga. Lekin umidimni uzmadim. Oxirigacha kurashdim. Shunaqa, oxirigacha kurashdim, umidimni uzmadim. Allohdan hech qachon bir yaxshilik kelishini, keyin qaysidir kuni bir mo'jiza ro'y berishini kutib yashadim. Xudo nimani kutsangiz berar ekan. Albatta shunaqa narsa bor ekan. Endi men birinchi farzandimni tuqqanman, ikkinchi farzandim bilmayman nimaga o'zidan o'zi qonimda yuragi to'xtab qolgan. Uchinchisi unisi ham toksikozim juda ham og'ir bo'lgan, qon ketib qolib, gematoma bo'lib, u ham bo'lmadi. 4-sida dinospan bilan birga erishganmiz natijaga. Lekin afsuski unda ham 4-sida ham toksikozim o'ta og'ir darajada bo'lib, atsitonim 3 chiqmadi dinospan. Atsitonim ham 3 chiqib, juda ham qiynaldim. Qiynalib o'sha hattoki xo'jayinim shunaqangi bo'ldiki, qiynalib ketding, menga seni o'rningga keladigan farzand kerak emas deb gapirgan kunlari ham bo'lganda, Xudoning xohishi ekan, bunisi ham bo'lmadi. Oxiri shu kichkina o'sha 8 yosh o'g'lim qo'shni bolasini olib kirib olaveradi uyimizga, qo'shni bolasini olib kelib olaveradi. Uni onasi qidirib chiqaveradi bizga uyga. O'g'lim keladi, "Oyijon, bitta bola tug'ib bering menga" deydi va qayerdan olasiz u bolani? Magazinda sotilmasa yoki o'tib berilmasa, hattoki bolalar uyiga ham borib ko'rganmiz. O'tda 6 yil navbat kutish kerak ekan. 6 yil yangi tug'ilgan chaqaloq uchun. Bola ham asramoqchi bo'lgansiz? Bo'lganmiz, ha, shunaqa paytlari ham bo'lgan. Hattoki aytaman, o'g'lim kelib oxiri "Oyijon, bitta shiringina kuchukcha ichmas tug'ib bering, zerikib ketdim" degan kuni ham bo'ldi-da. Shu
3-chi homiladorligimda covid bo'lib qoldim. Covid bilan og'ir kasal bo'lganim uchun ham homilamni yo'qotdim, ham sog'lig'imni ancha yo'qotdim. Ro'pararosa 1 yildan keyin oyoqlarimda umuman yurolmay qoldim, kuchli og'riq bo'lgani uchun. Yurolmay qolib, boshimdan har xil operatsiyalarni o'tkazdim. Ya'ni bir tomonimni butunlay tizzagacha почти operatsiya qilib, tazlarim bilan almashtirishdi. 4-stepin nekroz bor ekan. Lekin shunda ham umidingizni uzmadingiz? Uzmadim. Shunda ham umidingizni uzmadingiz, baribir tug'ishim kerak. Tug'ishim Hatto kerak. bitta tug'ishim kerak. Chunki men o'zim bitta farzandman-da. Bitta farzandni qanaqa farzandga qiyinligini men bilaman. Baribir qiynalganingizni aytdingiz-ku, odamlar baribir kasal odam hech kimga yoqmaydi, to'g'rimi? Yoqmaydi. Kasal odam hech kimga yoqmaydi. Baribir jigarlaringiz qariydi. Shunaqa. Bir kun qariydi, 2 kun qariydi. Qiynalgansiz. Men yolg'izman. Na opam, na singlim bo'lmagan o'sha paytda. O'sha uchun men o'zim uchun emas, mana og'ir kunimda farzandli bo'lishga kurashganimiz, o'g'lim ham xuddi mendek yolg'iz bo'lib qolmasin. Mendagi kelajakda baribir hech qaysi inson boylab qo'ymagan bu dunyoda. Payg'ambarlarimiz o'tib ketgan, biza teng bo'ladi munosabat. Lekin bir-biriga shu podдержка berib, katta bo'ladi degan maqsadda rosa harakat qildik. Oxiri mana natijaga erishdik. Keldim, nima bo'ldi? Oxirgi homiladorligimdan keyin abort bo'ldim, chunki majbur bo'ldik. Bu farzandim ham bo'lmadi. Keyin dinosbam keling davay lecheniya qilamiz deb lecheniya qildilar. Tikiluvchi qildingiz siz. Shunda ham bor, homiladorlikka emas esingizda bo'lsa. Tiklantiruvchi lecheniyalar qildilar. Chunki siz rosa qaysar edingiz-da, baribir aytganingizni qilmasdan qo'ydirmasdingiz. Shunaqa. Endi mana Xudoga shukr, hozir 3 oylik homiladorman. Allohga shukr. Xudo meni rosa yaxshi ko'rar ekan. Baribir astoydil so'rasangiz, hech qachon umidni uzish kerak emas ekan, hech qachon. Menga hattoki gapirganlar ham bo'ldi. Yoshing katta bo'lyapti, uje oyog'ing operatsiya bo'lgan, senga nega kerak? Shunaqa gaplar ham bo'ldi. O'zing kasalman bo'lsang, undoq bo'lsang. Xudo yengilidan bersin ekan. Men yengilidan birinchi marta men o'zim ham hayronman. Buni nimaga toksikoz bunaqa yengil deb sizga ham necha marta aytdim-ku. Toksikoz kuchli bo'lmayapman, maza qilib yuribman. Chunki kurashsa bo'ladigan toksikozda, mana qizlar, ayollar aytib berishardi, kelinlar aytib berishardi. Yo'q, biz o'sha qusib bo'lsa ham yana narsa yeyapmiz. Lekin men o'sha narsani bundan oldingilar hatto yuta olmasdim-da, suv icha olmasdim. Bunda yaxshi, ancha yengilman. Xudoga shukr. Hammasi yaxshi, xo'jayinim ham xursandlar. Biza kutgan natijani berdilar. Dinosbam ham avvalambor Xudo sababchisiz bo'lib qoldingiz baribir. Sababchi bo'lganimdan juda ham xursandman. Umida ham zo'r ishga sababchi bo'lib qoldilar. Chunki biza o'sha gruppam bilan yangi proyekt ustida biza endi boshlayotgandik. Zo'r proyekt boshlagandik. Shuni ustiga Allohim sababchi qildimi, bilmayman, telefon qilib qoldilar. Umid, Dinosbam oldingizga o'tmoqchiman. O'ziga tushishimiz kerak. Biz уже katta bo'lyapmiz. Umidani men har 15 kunda o'sha tekshiruv, meni nazoratim ostida bo'lish uchun chaqirib turardim. Biza yangi proyekt boshlaganimizda Umida shuni ustiga telefon qilib qoldilar. Dinosbam oldingizga borishim kerak deb. Как раз siz keraksiz dedim. Siz shuncha vaqt kurashib, bizga ishonib, oxirigacha umidlarni uzmaganlar uchun Umidaga aytdim, siz o'zim bilan Istanbulga olib ketaman. Chunki siz 4 yildan beri kurashib, hamma stress, hamma depressiyalardan o'zingizni kurashib olib chiqqaningiz uchun men sizga chiroyli sovg'a qilaman. Men bilan birga ketasiz, aylanib o'sha homiladorlikni yaxshi, yengil o'tkazishingiz uchun havo almashtirib kelasiz deganimda Umida rozi bo'ldilar. Va biz Turkiyaga keldik. Turkiyaga kelganimdan keyin nima bo'ldi aytib bering? U yoqda hech narsa yeyolmasdan faqat mevalar yeyotgandim. Bu yoqqa kelgandan keyin birinchi kun sal og'ir bo'ldi. Ikkinchi kuni уже o'zimda yengillik his qilib, toksikozlarim tetigi bilan yovib qoldi. Siz oldingizga chiqdimmi, yugurib, "Voy, Dinosbam, qani toksikozim bola yaxshimikin? Qaqa yovib qoldi. Nimaga toksikozim birdaniga o'tib ketdi?" deb men hayron bo'ldim.
Bu yerda balkim havo almashtirganim uchun. Tinmay ovqat yeyapman dedi. Tinmay hozir ovqat yeyapman, qornim to'ymayapti, xuddi odam yillab ovqat yemaydi-yu, xuddi o'shanga o'xshagan ощущение bo'lyapti-da odamda. Havo almashtirganlari uchun kayfiyatlari juda ham yaxshi. Umida вообще maza qilyapti. O'zlari endi qolsamikan bu yerda nima qilsamikan deb o'ylanib qoldilar. Bir oyga qolmoqchiman, xudo xolisa, xo'jayinlardan so'rayman. Endi homiladorlik vaqtida har xil narsa o'tarkanda odamni anaqasidan. Hozir bilmayman, men xo'jayinimga taksikoz bo'lib qolganman. Qanaqadir ko'rgim kelmay, o'g'limda naborot bo'ladi. Xo'jayinim hidi bo'lmasa o'tira olmasdim. Bunisida naborot xo'jayinim yoqmay qoldilar. O'sha bo'lar ekanda, inson ataylabdan qilmas ekan. Shu narsa bo'lar ekan, o'zi oldindan odamlar aytsa ishonmasdim. Haqiqatan bor ekan. Bu yoqqa kelib, ancha havo almashtirdim. Ovqat yeya boshladim, taksikozlarim o'tib ketdi. Ovqatga to'ymayapman dedi. Ovqatga hozir to'ymayapman. Sevmasin. Qornim ochib ketyapti. Kechasi ham 2 marta turib ovqat yedim. Toshkentda bo'lmasam bitta ovqat, bir qoshiq ovqat yesam ham xursand bo'lib o'tiruvdim. Hattoki hovlida yerga joy solib beringlar deb iltimos qilayotgandim. Bu yerda vashi yaxshi ekan, kelinglar. Eng muhimi hech qachon umidinglarni uzmanglar. Bitta joydan natija chiqmadimi, boshqasiga borib ko'ring. Bunisidan natija chiqmasdan yana boshqasiga borib ko'rish kerak ekan. Главный bitta yaxshi vrach topguninglarcha yurar ekansizlar. Bu yerda baribirga ham. O'sha bitta yaxshi vrach topdinglarmi, mahkam ushlash kerak ekan. Inson davolaydigan insonni men o'ylaymanki, avvalambor shirin muomalasi bilan odam davolaydi-da. Har bitta vrach shirin muomalasi bilan odamni yuragiga taskin berar ekanda. O'shanda siz ham yetardingiz. Bitta qiz tug'ib berishingiz kerak eringizga. Bitta qiz tug'asiz, siz xudo xolisa ko'rasiz, men o'zim yoningizda bo'laman, o'zim davolayman deb mana shunaqa ana qilganingiz ham odam kayfiyatini baribir ko'taradi-da. O'zingizga bo'lgan ishonchi ortadi. Ortadi, конечно, shunaqa. Odam xursand bo'ladi baribir shirin muomaladan, shirin so'zlardan. Eng katta davo odamga aslida shirin so'zda baribir. Dunyoda inson har doim mehrga zor bo'ladi. Shunaqa, dunyoda eng arzon emas, tekin narsa bu shirin so'z, mehr aslida. Shunga zor bo'lib qolar ekan mana shu qo'yni yarimta ayollar baribir farzand ko'rmoqchi bo'lgan yoki homiladorlar shu shirin so'zga muhtoj bo'lib qolar ekan baribirga. Hozir bizni jamoamiz bilan Turkiyaning Istanbul shahridamiz. Umidaga o'sha surpriz bo'lishi uchun biz hozir Umidani Istanbul shahrida aylantiramiz. Ketdingmi? Ketdik. Mana hozir biz aylandik. Juda ham maza qilib dam oldik. O'zim ham juda ham maza qildim. Umuman yana qanaqa hayotingizda qiziqarli narsalar bo'lgan, esingizda qolgan narsalarni aytib bering. Endi men oilada bitta farzandman. Oyimlar yo'q bo'lganlari uchun adamlar borlar, xo'jayinim borlar. Endi shular ishtirokida qiziq voqealar bo'lgan. Ikkita erkak o'rtasida Podдержкам bor. Ikkita qanotimda ular meni, adam, xo'jayinim. Xo'jayinimda nima bo'lgan, boshida turmush qurganimiz edi. Birpas bir-birimiz bilan chiqisha olmaganmiz. Hayotda 3 ta statsiya bo'lar ekan, 3 bosqich bo'lar ekan oilada.
birinchi bosqichida shirin hayot bo'lar ekan, bir-biringlar bilan zo'r chiqishar ekansizlar. Asaloyi deydi-yu. Asaloyi bo'lar ekan, zo'r bir-biri bilan chiqishadi. Yaxshi kunlar bo'ladi. Keyin u oyda odam bir-birini aybini haqiqatan ko'rmas ekan. Ko'rinmas ekan. Uni aybi menga, meni aybim unga ko'rinmaydi. Uje keyingi etapda uje farzandli bo'ldik. Farzandli bo'lganimizdan keyin uje bir-birimizda aybimiz ko'rina boshladi. Ko'pchilik mana shu ikkinchi etapida ajrashib ketadi. Qiynalishadi. Bir-birini aybini ko'rib, xo'jayinimning aybiga kamchiliklarni to'ldirish kerak-da. Men misol xo'jayinimning aybiga men ko'zim yumganman, meni aybimga xo'jayinim ko'zlarini yumdilar. Qanaqa kurashgansiz? Urushganmiz biz ham rosa bir-birimiz bilan chiqishmaganmiz, lekin baribir oxirida ajrashish o'rniga birga qolishni anaqa qilganmiz. Oxirida uje mana 9-yil, 8-yil, 9-yillari uje turmushda inson bitta tani bitta jon bo'lib qolar ekan, baribirga ham. Uje chunki oradan vaqtlar o'tib boshimga sinovlar keldi. Xo'jayinim ko'p narsada menga turib berdilar. Mana farzandsizligimizda, Covid bo'lganimda, operatsiya bo'lganimda, hattoki shunaqa voqea bo'lgan 2020-yili men Covid bo'lib qolganman, farzandimdan ayrildim. Keyin bizani больницаga meni olib ketishdi. Ishonasizmi, ikkalamizni mana bunaqa ajratmoqchi avtomat tirab turibdi-da, militsiyalar. Qoch deyapti, xotiningda Covid chiqqan, senda Covid chiqmagan deyapti-da. Yo'qadi deyapti. Xotinim yo'q deyaptilar, xo'jayinim. Men xotinim bilan birga kirib ketaman shu Covid ichiga deyapti. U manaqa militsiyalar aytayapti, qoch otib tashlayman deyapti. Ot deyapti. Men bitta o'zini kirgizib olmayman, bu qo'rqaman, bu mazasi yo'q, qarolmaysiz sizlar bunga deyapti-da. Oxiri biz ajrata olmadi. Xo'jayinimda отрицательный chiqqani uchun qarshi bo'lishdi-da, yuqumli-ku bu kasal. Hattoki yig'lamayman, mendan rozi bo'linglar. O'g'limga qaranglar, agar bir nima bo'lsa, endi o'sha yillari o'lim holati ko'p bo'lyapti-da, sizda bo'lsa. Desam, ovqat narsa yediryapti-da, xo'jayinim qoshig'imni yalayapti-da. Umi mana menga ham yuqadi, biz birga yuqamiz, birga kasal bo'lamiz zotilar. Yo'q, shu darajada bo'lgan. Hattoki Covidmiz, Covid qanaqa dahshat edi, hozir endi oddiy hol bo'lib qoldi-yu. Qoshig'imni yalayapti-da, "Keyin umi menga ham yuqsin, sen yengib o'tishing osonroq bo'ladi" deyaptilar. Oxiri biz ham birga kirgizishdi. Keyin vrachlar ogohlantirib, xo'jayinimni tilxat yozdirib olishgan. Men haqiqatan boshimga nima kelsa, doktorlar meni ogohlantirishdi, lekin men xotinim bilan qoladigan bo'ldim. Hech qanaqa davoim yo'q deb yozib berdi. Tavba qildim-yu, bitta qoshiq ovqat yesak ham yuqmadi. Xo'jayinimga qo'ydi. Hammaga yuqdi. Adamga, menga. Xudoning mukofotini bilmayman, o'shanda yoz oyi edi menimcha. O'g'limni qishloqqa berib yubordim. Dam olishga. O'g'limga yuqmadi. Jiyanim bor, jiyanimga ham yuqdi. Hammamizga yuqdi, bitta yerim yuqmayapti-da. Xudoning mehribonligimi bu, balkim menga shunaqa voqealar o'tdi o'rtamizda. Undan keyin operatsiya bo'ldim. Operatsiyada Coviddan keyin shu operatsiyangiz anaqa bo'ldi. Covidni hisobiga mana shu kasallik kelib chiqdi sizga. Shunaqa Covidni hisobiga suyaklarda yemirish boshlangan. Ayni ona bo'laman deb turgan vaqtingiz bo'lgan. Keyin operatsiya o'tkazildingiz. Operatsiya bo'ldim. 2021-yil 29-may kuni edi. O'shanda ham xo'jayinim qo'lni padashga qildilar. Baribir hayotda og'ir, lekin tashlab ketmadilar. Yo'q, og'ir kun hammada bo'lar ekan. Hech kimda bu dunyoda, meni fikrimda bu, hech kimda bir tekis bo'lmaydi. Hammada yaxshi kun ham bo'lar ekan, yomon kun ham bo'lar ekan. Agar kimdadir hozir yomon kun bo'lsa, albatta o'tar ekan. Bu yaxshi kun ham o'tib ketadi, yomon kun ham o'tib ketadi. Hammasi qoladi. Umida, mana siz aytdingiz-ku, er-xotinda shunaqa period bo'ladi. Bir-birini kamchiligini ko'rganda er-xotin tez zerikib qoladi bir-biridan. Ko'pchilik sabr qilmasa ajrashib ketishadi. Mana shunaqa perioddagi, mana shunaqa davrdagi yoshlarga, er-xotinlarga qanaqa maslahat berasiz? Endi maslahatingiz. Qarimasman-u, lekin siz buni boshingizdan o'tib boshimdan o'tkazdim. Nima deyman, aytaymi? Ayol kishini ko'pincha qo'lida emas ekan. Oilani saqlab qolish ko'proq meni fikrim endi bu. Ko'proq erkakning qo'lida. Erkak kishining qo'lida hech qachon ayol kishi mana shunga ajrashaman deb turmushga chiqmaydi. Katta niyatlar bilan turmushga chiqadi. Endi meni fikrim shunaqa. Keyin oilani ushlash aslida erkak kishining qo'lida. Agar
erkak kishi mehr bersa, yaxshi qarasa, shirin so'z bo'lsa, hech qaysi ayol ketmaydi xo'jayinidan. Ayol kishi ham paytida turib berish kerak ekan xo'jayiniga. Men Ayol chunki kishini xo'jayinimni pulsiz bo'lgan paytlari bo'ldi, boshlariga sinov kelgan payt bo'ldi. Hattoki bitta nonni, bir bo'lak nonni ikkiga bo'lib yegan kunimiz ham bo'lganda. Anaqada qiynalib, uysiz, qiynalgan paytlarimiz bo'lgan. Hammasida billa bo'ldik. Ya'ni aytadi-yu, ayolni yo'g'ida ko'r, erkakni borida ko'r deydi-yu, shu narsa bor narsa ekan. lekin sinovni birga yengib o'tdik. Yengib o'tdik. Pulingiz yo'q vaqtda. Endi balkim bu yog'iga yana boshimizda hali nima bor, nima Hech kim yo'q, bilmaydi. hech kim bilmaydi, Xudo biladi. Iloyim, ertangi kunimni men ham bilmayman, lekin shu kungacha yashaganimga men Allohdan roziman, shukr qilaman. Boriga shukr, shuni boriga shukr qilaman. Lekin xotin yo'qchiligida ham, borchiligida ham billa bo'lish. birga bo'ldinglar. Sinovdan o'tdinglar, Xudo to'g'rimi? xohlasa. Abdulaziz sinovdan yaxshi o'tdi. Abdulaziz uchun siz sinovdan zo'r o'tdingiz. O'shaning uchun sizlar hech qachon ayrila olmaysizlar. O'sha bitta odam bo'lib qolar ekan. Bir insonsizlar, qiyinchilik bo'lgan vaqtda ham birga kurashasizlar. Xursandchilik, ertasi dunyoda shunaqa qo'limda katta pullar aylangan, birga hammasini qilgan. Shunaqa pul Birga ko'tarilganmiz. Noldan biza ikkalamiz kurashganmiz hamma narsa uchun. Yo'ldan nima chiqsa, hammasi uchun ikkalamiz tengma-teng kurashganmiz. Bizanda aytaymi, yutug'imiz nimada bo'ldi? Ikkalamiz yutug'imiz erim sen ayolsan deb anaqa qilmasdi, kamsitib, nima qilmasdi. Men sen erkaksan, bor pul topib kelgan demasdim. Nima bo'lsa birga qildik. Birga qilarsiz. Birga qildik. Ikkalamiz bir-birimizni eshitib, men qo'limdan bitta ish kelmaydimi, xo'jayinim qiladi. Xo'jayinimning qo'lidan kelmaydimi, men qilishdim. Bir-birimizni mamna qilib tortib o'tib ketdik. Zo'r kunlar ham keldi. Mana misol mashinani ham, uyi ham, joyi ham hammasi keladigan narsa ekan. Glavniy eng muhimi ishonch. Bir-biri bilan hadeshkada bo'lish kerak ekanda. Har kimni men o'ylayman, bir-birini qo'llab-quvvatlasa, ikkalovi bir-birini yamadan itarib chiqarishib yuborsa, bari u boshqacha bo'ladi. Sizlarning gapirishlaringizni men ko'p kuzatganman-da. Masalan, savol bersam, bir-biringizga nikohinglar bilan qarab, o'sha tushunasizlar. Siz nima xohlashingizni, nimani gapirishingizni Abdulaziz o'zi biladi. Siz o'zi Abdulaziz qanaqa javob berishini bilasizda. Sizlar prosta o'tirib gaplashish shart emas, sizlar bir-biringlar bilan. Prosta nikoh dedim, nima deydi? Nikoh orqali prosta tushunasizlar shu narsani. Men ko'p kuzatganman sizlarni. Bir-biringlarga qarab qo'yasizlar, bo'ldi, o'sha qaror chiqadi, to'g'rimi? Bitta qaror, bir xil qaror chiqadi. Shunaqa sizlar. Shunaqa, to'g'ri. Umida mana ko'p ayollar tug'ruqdan keyin, farzandli bo'lgandan keyin ko'pchiligi depressiyaga tushib qoladi, bilasizmi? Sizda qanaqa bo'lgan shunaqa holatlar? Nima bo'lgan? Bir o'sha o'g'lingizni dunyoga keltirganingizdan keyin nimalarni his qilgansiz? Qiynalganmisiz birinchi farzandingizda? Ha, o'g'limni tug'ishim rosa qiyin bo'lgan. 2 sutka dard bilan qiynalganman. Tuqqanimdan keyin haqiqatan o'g'lim yig'laverishidan g'alati bo'lib qolardim. Bilmayman nima unaqa asabiylashib, o'sha paytda adam anaqaga chiqqanlar, padeshkaga chiqqanlar, adamga bolamni berib qo'yardim. Adam baquvvat odam edilar, hozir endi kasal bo'lib qolganlar. Adam o'zi qorinlariga o'g'limni qo'yardilar, ashulalar aytib uxlatardilar, kichkina chaqaloq bo'lar. Shu bolam adam katta qilyapti-da, ko'proq. Adam bolasi bo'lib qolgan. Bu mana shu homlam qayta o'lavergandan keyin, men qayta narkoz olaverganimdan keyin adam o'sha homiladorligimdan ham qo'rqib qolganlar-da. Boshida bu homlamda qarshi bo'ldilar adam. Chunki bolam, sen menga keraksan. Qizim, yana buni mana shunaqa o'lib qolsa-chi ichingda yo qiynalsang-chi, mana bunaqa oyog'ing bilan senga nima kerak? Sonda emas, qizim, sifatda. Qizim, sen mana menda ham bitta donasan. 10 ta bo'lsa, anaqa emas, u glavniysi emas, glavniy bitta bo'lsin, lekin zo'r bo'lsin. Qizim, sen mana bittasan-ku. Mani o'zim qara qanaqa qolsam, chunki biz adamni olib kelib olganmiz-da, o'zimiz bilan birga yashaydilar. Ha, men adam, chunki adamlarning ko'zlari ko'rmaydi-da, qarovchilari yo'q, onam yo'qlar. Adam olib kelib olganmiz. Adam ozgina xafa bo'ldilar. Nimaga qizim senga kerak? Bo'ldi, qo'ya qol, o'zi oyog'ing bunaqa.
boshing bunaqa, qancha depressiyalarga tushib qolding, qancha bola o'lib qolsa siqilding, yig'lading, qo'ya qol deb ana qilganlarini ham men ham ataylabdan qilmadim, bolam o'lsin demayman. Siz mana bolangizni o'ylayapsiz dedim. Bitta gap aytdim. Siz o'zingiz meni o'ylayapsiz, men sizni bolangizman aytsam, ha, bolam deb yotdilar-da. Men ham xuddi shunaqa qonimdagi bolamni o'ylayapman, deyapman. Endi men adam bilan onam bo'lmagani uchun ona boladek даже ona boladan ham yaqinman odamlarga. Adangizlar ham onani ham otani o'rnini bosadigan eng ishongan insoningiz. Ikkita insoningiz bor bu dunyoda. Chaqaloqligimdan kasha berib katta qilganlar-da. O'zlari ko'rmasdan turib, o'zlari ayol kishisiz, ayolsiz uylanmasdan o'zlari katta qildi. O'zlari katta qilgan. O'zlari o'sha turmushga berdilar, o'zlari katta qildilar, O'shaning uchun tarbiyaladilar. sizni eng ishongan insonga bergan ekan-da Abdulazizga. Men adam misol uchun kasal bo'lib qolsalar, ishonasizmi-yo, balkim eshitgan quloqqa g'alati eshitilar. O'g'lim kasal bo'lsa ham bu darajada ichimdan yonib ketmayman-da. Ichim o'yilib ketadi. Adam kasal bo'lsa, ichimdan o'yilib ketaman, ichimdan timdalanib ketadi odam. O'g'lim kasal bo'lsa ham qarayman, xafa bo'laman, perjivat qilaman, lekin adab boshqa ekan, otani o'rni boshqa ekan. Adam xo'jayinim podeshka qilishdi, oradan ozgina vaqt o'tib, o'sha paytda prosta ayol kishiga ozgina yordam kerak ekanda, tug'ruqdan keyin odam asabiy bo'lib qoladimi, hech kim ataylabdan qilmas ekan. Boshimdan o'tganidan keyin ishondim men bu narsaga. Adam bilan xo'jayinim podeshka qilishdi, sekin-sekin o'g'limni yurishini ko'rdik, oyoqda qanaqadir ko'chalarda har bitta qadamini, har bitta o'rganayotgan narsasini uch kishi yaqin insonlaringiz bilan kuzatish shunaqa. Eng Birinchi bo'lib ada dedi. Bashi kichkina edi hali unda, ada deyishni boshladi. Qiqirlab kurilishini ko'rdim. Bolani qanaqa aytsam ekan, tug'ilgunizcha shunaqa azob bo'lar ekan odamda. Hamma narsaga rozi bo'lib qolar ekansiz, og'riqdan, azobdan. Tug'ib bo'lganingizdan keyin bolani bitta yuziga qarasangiz, hamma narsa o'tib ketar ekan. Hamma narsa, hattoki narkozsiz o'sha tikishganida ham og'riqlarni ham his qilmaganman, hech narsa sezilmagan. Shu bolani ko'rsangiz, bo'ldi, bu narsani pulga sotib olib bo'lmaydi-da, bu baxtda, onalik baxtini na pulga, na bir hech narsa alishmay bo'lmaydi. Bu narsa o'rnini barib hech narsa bosmaydi. Ota mehrini hech kim bosmaydi, ona mehrini hech kim bosmaydi, turmush o'rtog'i mehrini hech kim bosmaydi, onalik hissini hech kim bosmaydi. Buni o'rnini ololmaydi. Qanaqasi o'zi ashushinyasi boshqacha. O'zini o'rni bor har bittasi. Mana shu depressiyadan chiqishingizga mana shu ikkita inson sizga qanot bergan, ikkita qanotingiz sizni shundoq olib chiqib bergani uchun shu eng zo'r anaqada yashayapsiz. Shunaqa. U ikkalovligi yordam berishdi. Bolani sekin-sekin xotin ikkalamiz maktabga birinchi bo'lib olib borganlarimiz esimizda o'g'limni. Hozir mana o'zi 2-sinfga boradi endi. Nasib qilsa. Inshaalloh Umida xuddi shu hissiyotni siz yana mana shu bo'lajak farzandingizni his qilib ko'rmoqchisiz. Xudo xolasa. Shu narsani nasib qilsin. Xudo xolasa. O'sha maktabga olib chiqqanlarimiz endi sekin-sekin undan ham qizig'i, undan ham zo'rlari boshlanyapti. Erim dod deb chiqqanlar, ha, desam, o'g'lingni qara, meni soatim urib ketibdi. $500 soatini maktabga taqib ketyapti. Erimni atirlarni olib ketib qoladi. O'sha boshlanyapti. Ko'chirishi boshlanyapti. Shunaqa adasi, dedim, bu hali xolvasi, dedim, hali katta bo'lsin. Xudo xolasa, hali siz yaxshigina ta'zir izlaysiz, deyapman. Nimaga deyaptilar? Men soatingizni olib qochib ketyaptim, olib taqib kelyaptim. Ha, desam, hali o shimingizni olib chiqib ketadi, mashinangizni bildirmay olib chiqib ketadi. Hali o'g'il bo'ladi. Hali kattaroq bola bo'lsa, u qizlar bilan tanishsa, mana qiladi, biron bir yaxshi narsalaringiz bo'lsa olib ketib qoladi. Hozirdan boshlandi. Adasini soatini taqib ketadi, atirini olib ketyapti. Yana biron bir kashlovlari bo'lsa, blatnoy bo'lib ko'tarib maktabga borib maqtangiz keladi, baribir har bitta bolam. Qiz bola bo'lsa, u onasini anaqasini kiyimini kiyib ketgan, atirini sepgan, kremini ishlatgan, mana shunaqa narsa. Shunisi ham qiziq, shuni o'zi ham bor, bitta baxt-da, baribir. Shuning uchun bu farzandingiz qiz bo'lishini xohlayapsiz? Ha.
baribir qiz bo'lishni xohlayotganim hayotda qiz bolani o'rni baribir boshqacha ekan. O'g'il bolani o'rni bor ekan, qiz bolani ham o'rni bor ekan. Qiz bola baribir mehribon bo'lar ekan. Men bilmayman-u, qizlarni men boshqacha yaxshi ko'raman. Keyin men xohlaydigan narsam xo'jayinim qiz bolani rosa yaxshi ko'radi. Qayerda qiz bola ko'rsa, men o'sha vaqtda men ham xo'jayinim ham ko'rsin deyman. Keyin misol uchun hech qachon munosabat birov bilan tanishsangiz, misol uchun u bilanmi, bu bilanmi, sani nech puling bor uyingda yoki nechta uy olding yoki nech pul yig'ding deb so'ramaydi-da hech kim. Nechta bolalaring bor deb savol beradi. Nechta qizing bor, nechta o'g'ling bor, nechta farzanding bor deydi. Misol xo'jayinimga ham bironta savol bersa, bitta dona deb mayda, xudo xolasa, bir emas, ikkita deb aytasiz. Hech qachon odamlar boyliging qancha demaydi, bolalaring qancha deydi-da. U ham bitta baxt, xudo xolasa. Agar xudo nasib qilsa, yetqizsa, hali radomlarga kelasiz, birga bo'lasiz, xudo xolasa. Nasib qilsa, hammasi o'tyapti. Xudo nasib qilsin. Umida farzand ko'rish arafasidagi ayollarga, farzandini qayta yo'qotayotgan ayollarga, eko jarayoni boshlanayotgan ayollarga, umidini yo'qotgan ayollarga qanaqa kurashishni tavsiya qilasiz? Nimalarni maslahat berishingiz mumkin? Endi men boshimdan o'tgan narsam hech qachon shoshilish kerak emas ekan. Ekoga ham biz tayyorlandik. Hech qachon shoshilish kerak emas ekan. Keyin tushkunlikka tushish kerak emas ekan. Avvalambor sababchi sizlar, avvalambor Xudoda, sizlar sababchi bo'lib qolasizlar hamma narsaga. Hayotda eng kerak narsa ketdimi, uni ham bir xayrlisi bor ekan. Chunki men bu bitta farzandimni yo'qotdim, ikkinchisini yo'qotganda bildimki, что Covid bo'lganim. Undan keyingisini yo'qotganda bildimki, что menga paka homiladorlik mumkin emas, chunki ikkita tomonimda ta'zimda yemirilish paydo bo'lgan. Agar o'shani farzandimni bilmay tug'ib emizganimda, qattan bilaman, umurtqalarim ham yemirilib ketishi mumkin edi. Xavfi bor ekan bu narsa. Bu ham menga xayrli bo'lganda bir tomondan, mana bir tomondan yaxshi tomoni ham bor ekan mana shu farzandimni yo'qotganimda. Uchinchidan ketdimi? Bo'ldi, ketdi o'zi. U narsani qaytaraman deb qilib ketdi, dalshi oyog'iga yana qadam bosish kerak ekan. Yurishdan to'xtamaslik kerak ekan. Yiqildimi, ustini qoqib, bismillah deb yana davom etish kerak ekan. Ekoga keladigan bo'lsak, xuddi o'zingizni tavsiyangiz, men shuni to'g'ri deb bilaman. Shoshilish kerak emas ekan hech qachon. Eng uzog'i 2 yil meni maslahatim. Men endi bilgan narsam 2 yil kutish kerak. 2 yildan keyin eko qilaverish kerak ekan. Chunki o'zi yog'iga vaqtni yo'qotgani, vaqt qaytmaydigan narsa-da. Eko qilsa ham, u ham siz o'zingiz ko'rganmiz, ZAKS, hamma narsa tekshiriladi, hamma narsa qilinadi. Biz rozi bo'lganmiz, lekin biz o'sha siz kutinglar ozgina deganingizga shoshilmaganingiz uchun, balki sabrimiz uchun Xudoning mukofoti bo'lgandir. Lekin agar 2 yilda bo'lmasa, men o'ylaymanki, eko qilgan ma'qul deb o'ylayman. Endi har bir narsaga Xudoning o'zi ko'makdosh bo'lsin. Har bitta narsaga umid qilish kerak. Umid uzib qo'yish kerak emas. Har bitta bo'lgan nimadandir yaxshilik qidirish kerak ekan. Nimadir sizlarga xayrlisi bo'ladi. Albatta bir nima bo'ldimi, boshingizga kelgan kulfatda ham bir nimadir yaxshi tarafi bo'ladi sizga. Bo'lmasam bo'lmasin. Yana bilmadim, menda har bitta narsam yaxshilik bilan tugagan. Hammasi. Endi maslahatim nima deya olaman? Ayol kishi farzandini hadeb yo'qotaversa, stressga tushib qolar ekan. Qanaqa aytsamki, yig'loqi bo'lib qolar ekan, asabiy bo'lib qolar ekan. Homilador ayollar mana shunaqa asabiy, yig'loqi, sal narsaga xafa bo'ladigan shunaqa bo'lar ekan. Ozgina erkak kishilardan iltimos qilardim, ozgina xarakteri ko'tarib, baribir erkak bilan ayol teng bo'lmaydi-da hayotda hech qachon. Erkak kishi o'z nomi bilan erkak kishi bo'ladi. Og'irroq bo'lishi kerak ekan deb o'ylayman. Chunki oson emas-da odam farzandini yo'qotish, baribir qiyin bo'lar ekan bu narsa. Men o'ylayman,
har doim hamma joyda qo'llaringlarni mana shunday ushlab hamma joyda birga bo'linglar, hamma narsadan bir-biringlarni tortib o'tib ketasizlar degan anaqada men umiddaman. Men bilgan narsam shularni ayta olaman. Lekin maza qildik a. Ha, Judayam maza juda ham zo'r. Siz bilan maza qilib aylandim. Bu shaharda hatto ketaman, taksi ko'zlarim o'zidan o'zi yovib qoldi. Qayerga ketdi deb qidiraverman. Ovqatga to'ymayapman, Ovqatga to'ymasdan ko'z tegmas. juda ham yaxshi shahar ekan. Havolari toza, suvi boshqacha ekan, qanaqadir. Juda ham yoqdi. O'shaning uchun ham men yana bir oy qoladigan bo'ldim. Inshaalloh. Xudo xolisa. Xudo xolisa nasib qilsa. Rahmat sizlarga ham. Rozi bo'linglar, yedirgan, ichirganinglarga, aylantirganinglarga rahmat sizlarga ham. Xudo xolasa oxirigacha endi birga bo'lamiz. Inshaalloh. Opa singillik birga kurashamiz. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Rahmat sizlarga.